Dam ilish kuni o'tgandan keyin Majdellik Maryam, Yoqubning onasi Maryam va salomlar berib, Hazreti Aysoning jasadiga surish uchun xushpuroqlik buyumlarni setib oldi. Haftaning birinchi kuni ular tong saharda o'rnidan turib, kun chiqish bilan tang qabriga berishdi. Ular o'zaro qabrining og'zidagi toshni kim domiltishib bera deyishdi. Bu tosh nihoyat cho'ng edi. Biroq ular boshlarini ko'tarib qarg'inida toshning bir yonga domiltib etilganligini ko'rdi. Ular qabriga kirib, o'ng tarafda oq to'n kiygan yosh bir odamning o'tirganligini ko'rganda aloqzodi bo'lishdi. U farishta ularga aloqzodi bo'lmanglar. Sizlar kreska mixlangan nosiralik Hazreti Aysoni izlayapsizlar. U tirildi. Bu yerda emas. Mana u burun qo'yilgan joy. Sizlar berib, uning shogirdlariga, bo'libmi Petrusga, Hazreti Ayso Galiliyaga sizlardan avval bor ekan, sizlarga aytganidek, uni shu yerda ko'rdikansizlar, danglar dedi. Ularni titrak bosdi. Ham aloqzodi bo'lishib, qabrdan chiqib qochdi. Qo'rqib ketgachga, bu ishni hech kimga aytmadi. Hazreti Ayso haftaning birinchi kuni tong saharda tirilgandan keyin avval Majdellik Maryamga ko'rindi. U bu ayolning tenidan 7 jinni haydavatgan edi. Maryam berib, burun Hazreti Ayso bilan bilib bo'lgan, hozir motam tutib, ko'z yoshi qilishayotgan shogirdlarga xabar qildi. Ular Hazreti Aysoning tirilganligi va Maryamning uni ko'rganligini anglaganda ishonmadi. Bu voqeadan keyin Hazreti Ayso yezg'i ketayotgan ikki shogirdiga boshqa bir qiyofatni ko'rindi. Shuning bilan shogirdlar kayniga qaytib, boshqalarga bu ishni xabar qildi. Lekin ular buningga ishonmadi. Uningdan keyin Hazreti Ayso bir dastonda o'tirib uzlanayotgan 11 shogirdiga ko'rinib, ularning e'tiqodsizligi va tarsoligini aybladi. Chunki ular Hazreti Aysoni tirilgandan keyin ko'rganlarning so'ziga ishonmagan edi. Hazreti Ayso ularga bundoq dedi: "Dunyoning har qaysi joylariga berib, butun insonlarga xush xabarni jakarlanglar. E'tiqod qilib, ko'mildirishni qabul qilganlar qutqiziladi. E'tiqod qilmaganlar bo'lsa, dozoqqa mahkum qilindi. E'tiqod qilganlarga mundaq mo'jizlarni ko'rsatish qobiliyati hamroh bo'ladi. Ular mening nomim bilan jinlarni haydaydi. Noma'lum tillarda so'zlashalaydi. Yılanlarını qo'llarida tutsumu, hech nima bo'lmaydi. Zaharlik narsani ichsumu, hech qanday ta'sir qilmaydi. Bemorlarga qo'llarini takizib qo'ysa, kasallari saqiyib ketadi." Rabbimiz Ayso ularga bu so'zlarni qilgandan keyin osmonga ko'tarildi va Xudoning o'ng yonida o'ltirdi. Shogirdlar taraf-tarafga berib xushxabarni jakarlab yurdi. Rabbimiz ular bilan birga bo'lib, o'z so'zini ular ko'rsatgan mo'jizalar bilan isbotladi.